Yana nima rangingiz oqarib ketdi? Tinchlikmi? Yana nima bo'ldi? Sizga ayta olmay turgandim. O'g'lingiz bilan shifoxonaga borgan edik. Keyin shifokor gormon bilan to'rchi infeksiyaga analizga topshirasizlar degan edi. Yana qanaqa analiz? Meni o'g'lim soppasoq. Hamma kasallik sizda, bildingizmi? Bu gaplaringizni borib oyingizga ayting. O'zini yaxshi ko'rganini olib beraman deb boshimga baloni orttirib oldim. Mana 1 yil bo'ldiki, hali nevara ko'rmayman a. Siz ota-onangiz umuman qaramagan ekan. O'rgildim sizdaqa kelindan. Bekor qilmay siz olib berib. Boring meni oldimda yig'lamasdan, ishingizni qiling. Siqilish farzandli bo'lish jarayoniga, ayniqsa ayollarga juda ham qattiq ta'sir qiladi. Alo? Bu janjallar, Oyijon, yaxshimisiz? Ha, yaxshiman, o'zing tuzingmisan? Yaxshiman, Oyijon. Kuyovingiz bilan shifoxonaga borgan edik. Xo'p. Haligidek to'rchi infeksiya bilan yana bir nechta analizlarga qog'oz yozib bergan edi. Qaynonamni bilasiz-ku, Oyijon, haligi oying pulini to'lasin deyishyapti. Voy. Nima qilaman endi? Voy, mayli. Pulini ham to'laymiz qizim. Hozir akangga aytaman qizim. Tezroq ayting, iltimos. Xo'p qizim, xo'p. Ey xudoyim, bu nimasi, a? Bunisiga kuyaymi? Qizimga kuyaymi? Qaytar dunyo ekanda. Bir pasda qaytdi-ya. Kelin. Labbay oyijon. Jonim bolam. Yonimga o'tiring. Mendan xafa bo'lmang qizim. Men shunaqa nevarasirab qolganman. Bir yonaman, bir o'chaman. Qani kiyining qizim. Tekshiruvlarni eng zo'riga olib boraman. Rahmat oyijon. O'rgilay qizim.